vatan azatlig'ingdir derde dermanım mening. Sen uchun javlanadir tenda aziz canım mening. Nacheler g'ana bo'yalib bo'ldilar bo'lgun şey. Siz bize Yaradan Büyük Allah Taala'nın adı bilen. Assalamu alaikum aziz hurmatly tomoşaçylar. Her birleriniz her yerde bolsaňyzlar, can sağlıkta, aramlıkta, asudukta hayat geçirýän bolsaňyzlar, her birlerinize tüýserekden hoş geldiňiz aýtýan. Dostlar, gepleşigimizi Awganistan Milli kanalından görýäsiňizler. Gepleşiklerimizi izleýän bolsaňyzlar, turly mawzular hakynda sizlere gepleşiklerimize gönderýäs. Umid etýänki, gepleşiklerimiz yüreklerinizden jagalaýan bolsa. Dostlar, bu gepleşik arkaly hem öýleriňizde mehmany bolmaly we hemdenim dostlar, sizlere bolsanym bugünkü günde albatta Gazada ya bolmasa Falastinde dostlar, musulman dogallarymız juda kynçylyk günlere düşen. Yani juda hem bir albatta kynçylyk günler başyna gelen. Yani Yahudlar ya Nasara diýelik dostlar, şular üstüne zulüm edipdir. Şonuň üçin dostlar, albatta her bir welaýatda, her bir Awganistanymyzyň küncünde bugünkü günde sesler ýokary bolýar. Çünki bilýäski hurmatly dostlar, albatta bizler her bir nirde yaşasak hem öz musulman dogallarymızdan näme etmeli bolýas, dipa etmeli bolýas. Şonuň üçin dostlar, bizler dil kömegimiz bolýar. Elimizden mal kömegimiz bolýar. Ya bolmasa dostlar, başga işler hem edip bilýärs, bizler öz dogallarymyza, öz musulman dogallarymyza näme etmegimiz gerek? Dil kömegimize we hemdanim dostlar, nerdeki bolsak sesimizi çykarmak gerek. Şonuň üçin dostlar, bugünkü günde albatta islami imaraty albatta ülkemize hakim boldy we hemdanim dostlar tawhid kelimesi nusrat we kamyaplyk bildiren nesip aýlady dostlar. Şonuň üçin dostlar, munyň şükrini bilip we hemdanim dostlar, her bir ülkedeki musulman dogallarymyz ýaşar, olardan bizler öz kynçylygymyzy görkezmegimiz gerek. Şonuň üçin dostlar, biziň aziz hemkarymyz Balx welaýatyndan Mazar Şerifden bir owadan albatta gepleşik amada edipdirler we hemdanim dostlar albatta orada musulman dogalarymyz sesini ýokary galdyrypdyrlar we hemdanim şol Gazada ya Falastinda biziň musulman dogalarymyz bugünkü günde kynçylyk güne düşen. Şonuň üçin istýärler ki albatta öz seslerini ýokary göterseler. Dostlar, gepleşigimizi izleň, görün ki biziň albatta Balx welaýatyndaky kawmlarymyz näme diýip ses çykarypdyr. Garmanuk basin musulman başlar, Falastini bugün yaka koydilar. Dua edin dilden dostu sırdaşlar, Falastini bugün yaka koydilar. Dua edin dilden dostu sırdaşlar, Falastini bugün yaka koydilar. Yaxshi musulmanlar haq emrin tutdi, dinden difa etmek bolsaň ayetdi. Yaxshi musulmanlar haq emrin tutdi, dinden difa etmek bolsaň ayetdi. Ol Yahyasin Biza namoz juma xo arjoyga o'qisak bo'ladi. Biza bu gap uchun, bu mavrid uchun keldikki, biza tamoman jahonga bashumule NATO hampaymonlariga biza ko'rsatsak, biza mardum Afg'oniston baxusus musulmonoy jahon ittifoq ittihod biza va shu insijomlikni biza ko'rsatsak, biza ittifoq ittihod insijom tamoman jahon kufrga biza basarohat buni e'lon qilsakki, biza mardum mazlum Falastin baxusus mardum mazlum G'azani qabatiya shona bashona bobiz. Inshaalloh agar Alloh agar bizga sharoitini muyassar qildi, Falastinning şu Gazzaning şu görüp duran jebirini, azabını görüp dur, ama bular ses çıkarın xamoş. Şu musulman yurtları, dünyadaki musulman yurtları näme payam? Musulmonlar ki şu vaqt ular payamım şu ki alhamdulillah Afg'oniston xo'p bir kishvar islomi, alhamdulillah imorat islomi hokim bo'lib to'xtabdi. Biz agar
Afg'onistonga ham shunday bir holat bo'lsa edi, bag'ayr az hukumat imorat islomi, har hukumat degan bo'lsa edi, shu raqam ses chiqara olmas edi. Bora bir masala gap bor, bir nuqta nazar gap borki, boya hammamiz tamarkuzimiz bu gapga bo'lsa, shu vaqtki albatta buni ayta olmaymiz biz. Shu vaqt ham jahon islomga insonlar shujo, insonlar g'ayyur, insonlar diler, hamchu Xolid ibn Valid, hamchu Umar, Abu Bakr Siddiq, Ali Aydar, bunday bir shaxsiyatlar bor. Xo'p, shu vaqt jahoni kufr biza musulmonlarni ustimizga bunday bir holat keltiribdiki, shu munofiq shaxsiyatlarni shu vaqt rasga, mavqifga keltirib qo'yibdi. Shu vaqt qudrat, sirvat, iqtisod hamma shu munofiqlarning qo'liga. U munofiqlarga shu vaqt bazohir musulmon, ammo bardai g'arb, ammo bardai kofir. Ular payomimiz shuki, bu jahon hasi buni bu ajam va sham bilan ko'ramiz, bu quvvatadi. Inshaalloh Alloh jalla sha'nahu ularga tavfiq bersin. Alloh jalla sha'nahu ularni hidoyat qilsin. Agar qobil hidoyat bo'lmasa, Alloh jalla sha'nahu nesini nobud qilsin. Bir masala. Masalai do'm degan shunday bir Alloh jalla sha'nahu biz hamisha shunday bir istido qilamiz va boz ham va huzuri rasona yana shunday bir istido qilamizki, Alloh jalla sha'nahudan bizga shunday bir sharoit, shunday bir fursat keltirsinki, bu xabislarning muqobiliga biz urushaylik. Bu xabislarning muqobiliga biza sangar fiziki boyat biza bilan muqobala qilsak. Teşekkür sizden selamat. İman hem ağlıyor Müslim halina, Filistin merdimning mahusalina, gül taşlali mücahitler yolina, Filistini bugün yeka koydilar, gül taşlali mücahitler yolina, Filistini bugün yeka koydilar. 50 mingdan o'tdi shahiding sani, ariqli baqti musulmon g'ani. 50 mingdan o'tdi shahiding sani. Shunancha payg'ambar alayhisolatu vasallamga o'tib hamil qismi ham shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida ham şöyle bo'ldi. Binoan aziz musulmonlar, bugun har shaklda ham bo'lsa va har vahshat ham bo'lsa, dunyo yuzida hammasi Falastindadir. Alhamdulillah, bugun Afg'oniston botir mujohidlari va g'ayratli iyolatidirki, yana Yahudu Nasaraning ahdobi shultiki misli bugun Falastiniyani bo'lishini istiyardi. Bugun Afg'oniston chag'alari, Afg'oniston ayollari va Afg'oniston odamlarining iffati Xudo naqasta misli Falastiniyani mahbus bo'lmasdi. Bugun Afg'oniston odamlarining botirligi, nusrat va kamyobligidirki, Alloh Taol bizlara nasib etdiki, ularning hadafi, irodasi va shum irodasi shultiki Afg'oniston 45 yil ishladilar. 45 yilga qarasang bir inson umridir. Hadaflari borki, Falastina kelanguni Afg'oniston merdim ustuna ham getirsalar. Alhamdulillah bugun tavhid kalmataybillah so'ziga qarab oldi. Düşman yengildi va dunyo yuzunda sharmanda bo'ldi. Şol yengilenni va intiqomni bugun istiyarki, bugun Falastindan alsa. Bugun Afg'oniston merdima lazım va vacibdirki sizlar duo eding. Agar malınız bar, yardım edip bilersiniz. Dua bilen kömek edip bilersiniz. Her narsa ki tavanınız bar, lazım va vacibdirki jabr gören Falastin halkına kömek etsek. Allahu Teala Gazza mujahidina üstünlük ve nusrat nasip eylesin. Allah bu zalimi, bu Yahudu Nasarani bu dünyadan nabud berbat etsin. Allah Teala şermende ve biyab etsin. Misli ki Afganistan'dan yengildiler. Assalamu alaikum ve rahmatullahi. Çıkan yok, başlık bolun mazlumlara bakan yok. Arab acamning sesi çıkan yok, başlık bolun mazlumlara bakan yok. Mazlumning ahina bag'rin yaqin yok. Falastini bugun yaka qo'ydilar. Mazlumning ahina bag'rin yaqin yok. Falastini bugun yaka qo'ydilar. Qancha chag'alar lavaris qalib, ata-onalar shahid bo'lib.
Hava hürmetli vatandaşlar, sizler yine hem gepleşimizin devamına hoş geldiniz. Böyle hazır bir nağamız karar taftur bulardan sonrası ki bular bugün böyle nam için geptiler. Hop hürmetli nağamız aysanız ki bugün böyle siz Mazhar Şerif şehrinde başka vatandaşlarımız hem gelenek ediniz. Hem Ravza Mübarek'e gelipsiniz. Nam için geldiniz? Assalomu alaykum Najibulloh. Otim Najibulloh bir boshida shahri Mazar Sharif. Hamma musulmonlar bir dar jahonga bir ko'rs asosida qilsa. Ro'zi ko'ramizki bizlar videolar ki mardum G'azodan ko'ramiz. Vaqat dilxarosh nimaki aslan hech insonda aslan chavkatiga yo'q. Bu kishvari Isroili ki bir kishvari badbaxti, beg'ayrati, pasti ki bu bir vaqt jangi ki bir jang degi qiladi. Jangda har zoti bir qoida va qonuni bor, bir mushaxasoti bor. Jang ya'ni bir unda yo'qki jang maydabacham kelsa ki jangda boyad shahid bo'lsa, u xotin ham kelsa bu jangga shahid bo'lsa, u madrasa kelsa bu jangga shahid bo'lsa, sherdan shu hamma rais jamhuriy basta shu kufriga aytaman ki agar irai jang qolagan, agar bizlar ki xayra ki bizlar Afg'onistonga vazimiz misol yetishmaydi, qo'limiz yetishmaydi ki borib mardumi masafqasi bilan u jonlarni ki baxudo mavaqat videolarni ko'raman, aslan rol qilib bo'lmaydi odam o'zini. Ki mundo ba g'ayrat, mundo ba shahodat ki bo istiqbol ketadi ki chushim bundan degan aslan degan raqam jang yo'q degan. O'zlari ba jannatni mustaqim ko'rib ketadilar. Na qisse shahodat bor, na qisse avlod bor, na qisse degan. Shu gap, shu jang boyad bu kofirga dars bo'lsa-ki, musulmon ya'ni mana bunda jang qiladi, muskaz bera olmaysan. Aslan ki bexi basta jahonda ham ki olsang, shikast bera olmaysan. Inshaalloh Falastin peroz bo'ladi, inshaalloh peroz bo'ladi. 100% bu va'da Xudo, va'da Qur'on bir imtihoni ki bir necha vaqt Xudovand bizlar bandalarga ketigan. Inshaalloh ki bu imtihon inshaalloh ki Xudovand peroz qiladi inshaalloh Falastin mardumini. İnşallah. Teşekkürler. Selamat bulun. Siz aysanız ki şurada şulurdu. Palestin'de çağlar yetim gali ve ayarlar biwa gali. Hatta şul bimarxana ya şefaxanaları hem şul bombardıman eden küfür yurtlar. Lan şurada bir neçe Müslüman yurtlar xamuş setin çıkaran. Şu Müslüman yurtları, Müslüman kişilerine ne fahmımız var? Ba Xudo, ma bu gapni aytaman. Xudovand koshki mana bir 5 yil avval shu dunyoga bo'lmasam edim, shu harabki kishvara qudratmand harabda shu holatini bizlar ko'rmasak. Vallo bizlar shu kishlarga necha kun avval ki Trump najisdi ki bu rais jamhuriy Arabiston ne raqam istiqbol qildi. Vallo sharm. Ba Xudo sharm. Ej aslan islom, uni oti islom deb bo'lmaydi. Xudovand Qur'onga munofiq kofirdan ko'ra munofiqni battar degan. Uni hamma mardum Qur'onga fikr qiling battar degan munofiqdi. Bu aslan bu sharm sorini musulmon ko'tara olmaydi. Kishvaroy arabiy ki poli Falastinga kishvarlari bor. Ba Xudo qasam boyad bular hamdist bo'lsalar, boyad bular hammalari bir qo'l bo'lsalar, Misr kishvaroy ki polisiga bor, Misr, Dubay, Qatar va o'shalar ki vasiyat etishasizlar. Ba Xudo fardo ro'zi qiyomat pirson bo'ladi. Ro'zi ki Xudovand jalla jalaluhu aysa ki lillahi limanil mulkil yawm aysa ki so'ra nima javob berasizlar? Hamma musulmonlar jahonga ki xususan hamsoyalari Xudovand ki sado qilsa lillahil vahidil qahhar. So'ra o'z nima qilasizlar? İnnemal mu'minuna ikhwa. Xudovand mu'min birodar musulmon birodar musulmon. Xudovand Qur'onga aytgan. Ro'zi qiyomat ba Xudo nima javob berasizlar? Qudrat tokbaga qudrat. Xohish qilaman imorat islomidan, rahbariy imorat islomidan bir hukumat boyad bir zaminga bu Afg'onistonga bir piyoda qilsa ki aslan hech qudrati dunyo kelib takon bera olmasa. Unda yo'qki misolan bir qavmiy buzlar aslan ko'tarilsa, mashallah takamutum ko'tarilgan, boz ham bunga ta'kid qilaman, bir agar millat Afg'oniston pushti bir davlat bo'lsa, valoga basa dunyo agar o'ltirsa aslan shikast bera olmaydi. Basta mana imorat islomiy Shayx Sahib Amirul Mu'minin hafizahullohga she'rdan aytaman, bir hukumat boyad piyoda qilsa ki aslan hech qudrati o'ltirib takon bera olmasa millat Afg'onistonda. Va payomim ham shu ki bir hukumat bir ham hukumat shukr alhamdulillah islomiy, hamma zot islomiy. Xudovand biz shu ba'zi zolini imtihon qaror beradi har joyga. Agar har raqam imtihoni ki Xudovand bizlarga misol keltiradi, Xudovand o'sha hamali o'sha zoti bizdan bizlarga bir imtihonni keltiradi ki qani bir bandam nima qiladi? Bizlar kam hukumat va kam zotni shu bizlarni va talovuz bobolarimiz ko'rgan. Xudovand inshaalloh ki Xudovand poyador saqlasin hamma davlat islomini, Xudovand g'ayrat bersin hamma islom va hamma qudratmand arab xususan ki hamsoyalari kishvari Falastin Xudovand qudrat bersin, Xudovand bir hambastagini ketsin, bir ittifoqni ketsin ki shunda bir mushti ki boyad Isroilda og'ziga urilsa, boyad shu vaqtda tobakay
mardum Falastin yarim bo'ldi az baroy xudo. Yarim bo'ldi. Bundan keladigan dilxirashlik qachon bo'ladi? Bir dona tiflaizga hamma qudratmanlarga aytaman. Bir mayda bachalaizga guluniga bir dona tosh, biron tushlar, biron zot ketsa, bir shatalak bo'lsa, bir qarasanglar, ne raqam nima aksalaman ko'rasizlar. Vallahi na tifl qoldi, na xotin qoldi, na hech kim qolgani yo'q. Az baroy xudovand. Boyat bir hambastagi bo'lsin, bir dani kofirga shunda bir bizlar zaif yo'q, musulmonlar bizlar zaif yo'q inshaalloh. Agar bir dist ba dist ham bersan, ba xudo basa jahonda takon beramiz. Xayr akatimi bo'ldi. Va dega bir payom ediga oxirga shu rais jamhuri Isroili xabisga bir payom bu men aysi yak mard. Bir mard dayma musulmondan qo'ying bir inson bir mard. Agar g'ayrati jang voqeadagi sanga bo'lsa, ol maydonga taylab bir lag nafaringda taylab tobadan don mushalla special forcingda taylagin. Mard deb juvonoy g'azam bilan taylagin qolgan juvonlar bilan 1000 dona taylab bir musulmoniki qas bir nafar jang qilganday bo'lgan. G'ayratingni ma'lum qil. Undoq yo'qki, ta'mirda ham olgan, madrasani ham olgan, guftagon to hamma yilda ham olgan, masjidda ham olsan bambord bir poygoy mulkini ham olgan san bambord. Bu g'ayrat yo'q. Bu jang yo'q. Jang bir qoida, qonun, bir zot bo'ladi. Xo'p, tashakkurlar sizdan. شهید ثانی عارق بولی وقتی مسلمان غانی واعتصموا بحبل الله فرمانی فلسطینی بگن یکا قیدیلار واعتصموا بحبل الله فرمانی فلسطینی بگن یکا قیدیلار شیرین بولدی bu dünyanın sözleri Dünya muhabbeti gafti gözleri Dünya muhabbeti gafti gözleri Kasimidir bisaneti bizleri Felestini bugün yaka koydilar Kasimidir bisaneti bizleri Felestini bugün yaka koydilar Hava hurmatli tomoshachilar, gaplashishimizga izlab bordingizlar. Umid etamanki, yuraklaringizda ja'alim bo'lsa va hamdanim do'stlar, sizlar ham shu shaklda har bir dunyoning kunjida yashayasizlar. Albatta, namaki bo'lsa do'stlar, o'z sesimizda albatta o'z musulmon da'volarimiz uchun chiqarmog'imiz kerak. Shuning uchun do'stlar, bizlar vazifamiz albatta vojib va lozimdirki, bizlar namasak kömek etsek, dil kömeğimize, mal kömek. Elbette dostlar, elimizden gelince neymişe etsek hem Müslüman dağlarımıza kimdir. Bugün günde ahırda dua etiyaz ki dostlar, elbette şol Müslüman dağlarımıza Gazze'de ya Filistin'de yaşayar dostlar. Şu Yahudi Nasara'nın doğrusunda dostlar, kamyaplık ve nusret albatta nasip eylesin. Dostlar, bugünkü gepleşimiz vasanim ve hamdanim bizim aziz hamkarımız Bismillah Şahin'den bir dünya minnettarlık bildirer. Size Balx vilayetinden ovadan gepleşige ve hamdanim şol ses çıkarmak hakkında albatta bir ovadan gepleşige amade eden bulardan hem bir dünya minnettarlık bildireriz. Yine hem gepleşimizde Afganistan Milli kanalından düşüncen. Hayır dostlar, yaxşı günler, yaxşı qalın.